Obunachilar, assalomu alaykum. Hormaylar, charchamayapsizlarmi? Do'stlar, xudo xohlasa Range Roverni Surxondaryoga olib kelyapmiz, do'stlar. Aytayapman-ku, mashinalar uyingizgacha boradi. Inshaalloh. Do'stlar, hozir Husayn kanalida so'nggi raqamlar sotuvda bor. 700 ta raqam qoldi. Qaranglar, 100 ming so'm evaziga 700 rubl, 4000 tanga evaziga Tracker avtomobili, 2 ta Cobalt, 2 ta Spark ham bor. Arzongina narxga yaxshigina mashinalarni qo'yib berdik. Amaki mashina qanaqa ekan? Keling. Assalomu alaykum. O'g'lingiz yutib oldi mashinani. Xudo xohlasa. Uyda mashina bormidi o'zi? Yo'q edi. Yo'q edi. Birinchi mashina. Qarang, Allohim sizni nima deydi? Suygan bandasi ekansiz. Demoqchi bo'lgan birinchi mashina Range Rover qilib berdi. Endi haydaysizmi, sotasizmi? Inshaalloh haydaymiz endi. Haydaymiz, mazza qilib haydang, to'g'risi ham. Qishloqda bunaqa mashina yo'q bo'lsa kerak. Yo'q. Eng zo'r mashina nima hozir qishloqda? Mana shu mashina Enjiro. Bundan oldin nima edi? Bundan oldin Captiva. Captiva edi. Aka, Captiva 4 ta balonni sotsangiz Captiva beradi. Xudo xohlasa Range Rover mazza qilib o'g'lingizdan sovg'a haydab berasiz. Do'stlar, qaranglar, har bir yigit kishining orzusi, niyati, maqsadi ota-onasiga mashina sovg'a qilishda aka. Haj safarlarga jo'natish, xudo xohlasa endi mashina sovg'a qilib, endi haj safarlarga tayyorgarlikni bu yoqiga. Nasib bo'lsa. Kuniga to'g'rilab bosiladi. Ha, tug'ilgan kuningiz qachon edi? Ertaga. Ertaga. O, malades. Tug'ilgan kunga kelyapmiz ekan mana. Do'stlar, shoshilinglar, hozirda bilet raqamlari bor. O'yin ishonchimi ekan? Ishonchli. Nomingizga o'tdim mashina. O'tdi, nom o'tdi. Gap yo'q. Do'stlar, bosamiz 700 rublga Tracker qo'yib berganmiz. 2 ta Cobalt bor, 2 ta Spark avtomobili. Bosingizlar, omadingizni bersin.